Assalomu alaykum hurmatli matematikaga qiziquvchi yoshlar. Sizlar bilan matematika milliy sertifikat savollari tahlilini davom ettiramiz. Demak, bizda 9-savol. ABC sonlari kamayuvchi geometrik progressiyaning ketma-ket hadlari A 1,5 B ikkisi arifmetik progressiyaning ketma-ket 3 ta hadini tashkil etsa, geometrik progressiyaning mahrajini toping debdi. Demak, bizga ma'lumki, kamayuvchi geometrik progressiyaning mahraji Q, ya'ni Q mahraji Q'ning qiymati 1 dan kichkina, 0 dan katta bo'lgan son bo'ladi. Va geometrik progressiyadan ma'lumki B bizda A ko'paygan Q'ga teng, S esa A ko'paygan Q'ning kvadratiga teng. Endi mana bu qismida A 1,5 B ikkisi arifmetik progressiyani tashkil etyapti. Demak, arifmetik progressiya bo'yicha bizda A1, A2, A3 va hokazo ketma-ket hadlar bo'lsa, o'rtadagi hadimiz A2 miz A1 ga A3 ni qo'shib 2 ga bo'lganimizga teng bo'ladi. Demak, ushbu ifodamiz bo'yicha A2 ni o'rniga 1,5 B, A1 ni o'rniga A plus A3 ni o'rniga 2 S ni qo'ydik. Taqsim 2. 2 ko'paytirib o'tdi. 3 B bizda teng bo'ldi A plus 2 S ga. Ushbu ifodani hosil qildik. Endi mana bu joyda belgilagan ifodalarimizni olib kelib o'rniga qo'yamiz. Demak, B ni o'rniga A ko'paygan Q, 3 ko'paygan A Q teng A plus 2 ko'paygan S ni o'rniga A Q kvadrat. Bizda A bilan qisqarib ketadi. 3 Q teng bo'ladi 1 plus 2 Q'ning kvadratiga. 3 Q'ni bitta tomonga o'tkazamiz va tartiblab yoza olamiz. 2 Q kvadrat minus 3 Q plus 1 teng 0 kvadrat tenglama hosil bo'ladi. Endi ushbu kvadrat tenglamamizni ikkala tarafini ham 2 ga bo'lib olamiz. Shunda Q'ning kvadrati minus 1,5 Q plus 1 taqsim 2 teng 0 degan ifodani hosil qilamiz. Kvadrat tenglamani Viet teoremasi bo'yicha yechamiz. Q1 Q2 1,5 ga, Q1 ko'paygan Q2 esa 1 taqsim 2 ga teng bo'lishi kerak. Shundan Q1mizning qiymati 1 ga, Q2mizning qiymati esa 1 taqsim 2 ga teng bo'ladi. Ya'ni qo'shganimizda 1,5, ko'paytirganimizda esa 1 taqsim 2 chiqadi. Bizda Q'ning qiymati 1 dan kichkina edi. Shu sababli 1 nomimiz mahraj sifatida 1 taqsim 2 chiqadi. D javob bo'ladi. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting.